Mohir opa, o'zingizni Mohim brendi mahsulotlaridan aynan quruq yuz uchun bir nabor qilib tanlab bera olasizmi o'zingiz? Albatta bizda quruq yuzlar uchun naborlar mavjud. Yuzingizning quriyotgan muammosini ketkazishga qaratilgan, hammasini namlantirish, oziqlantirish bilan shug'ullanadi. Xo'p, birinchi bo'lib biz malochkadan boshlaymiz. Kechki parvarishni aytib o'tib ketaman. Kechki parvarishdan ertalabki parvarishgacha. O'zi biz kuniga 2 mahal yuzimizni parvarish qilishimiz kerak, ertalab va kechqurun. Kechki paytda siz ertalab makiyaj qildingiz, nimadirlar qildingiz, kechki payt yuzingizni makiyajni malochkada tozalab olasiz. Malochkada yaxshi tozalanadi. Agarda sizning yuzingizda makiyajlar bo'lmasa, unda malochkada bitta artib namlantirib qo'yishingiz mumkin. Undan keyingi etapimiz malochkada tozalab olganingizdan keyin archa yuz yuvish gelimiz aynan quruq yuzlar uchun mo'ljallangan. Archa yuz yuvish gelida yuzingizni yuvasiz. Bu tarkibi juda ham yumshoq, terini quritib yubormaydi. Terini teshikchalarini har bitta porani ichiga kirib, kirlarni, changlarni o'z bilan olib chiqib ketadi va terini namligini, pH-ni joyiga qo'yib qo'yadi, normal qilib qo'yib beradi mana shu archa yuz yuvish geli. Chunki o'zim ham juda ham ko'p gellardan foydalanganman. Yuvib bo'lganimdan keyin qurish hissini his qilganman-da. Bu gelda esa unaqa hissiyot paydo bo'lmaydi. Yuzingizni quritmasdan yaxshi tozalab beradi. Undan keyingi etapimiz har bir kishi o'zini yuzini muammosiga qarab kechki paytda krem ishlatish kerak. Masalan, sizning yuzingiz xira, so'lg'in, charchoq yuz, so'rib boshlayapti, terilaringiz osilyapti, ajinlar bor. Bunda siz kollagen kremimizni kechki paytda ishlatishingiz mumkin. Kollagen kremimiz lifting effekt beradi, ya'ni yuzingizni tortadi. Tarkibida kollagen va vitamin C mavjud. Terini yorqinlashtirib, yaltiratib, tiniqlashtirib, oqartirib beradi. Agar yuzingizda pigmentatsiya, ya'ni dog'lar, sepkillar bo'lsa, unda ham kollagen krem ishlatishingiz mumkin. Kuperozda ham kollagen krem ishlatishingiz mumkin. U muammolar bilan ham kremimiz ishlab beradi. Bizning har bitta mahsulotimiz ko'p tarmoqli hisoblanadi, ya'niki ko'proq muammolar bilan ishlatilishiga qaratilgan. Undan keyingi etapimiz agar yuzingiz juda ham quruq bo'lsa, qurish darajasi kuchli bo'lsa, yoshingiz 40 dan oshgan yoki 30 dan oshgan, bu yoshimizga bog'liq emas, hammada farqli. Ba'zida 20 yoshda ham bizda teri quruqlik muammolari bo'ladi. O'sha paytda juda ham quruq bo'lsa, unda siz ajinga qarshi oziqlantiruvchi Mohim kremidan foydalanish tavsiya qilinadi. Mohim kremi ham qo'lga, yuzga, bo'yinga, ko'z atrofiga mumkin. Yaxshilab massaj harakatlari bilan teringizni yaxshilab to'yintirib olasiz. Agarda siz ikkita muammo ham sizda bo'lsa, ham yuzingiz quruq, ham ajinlar bor, ham teri osilyapti, yuzingiz xira, sepkillar, dog'lar, mana shunday hamma muammo bo'lsa, unda ikkala kremdan ham foydalanishingiz mumkin. Faqat ikkala kremni bitta kunda surtmaysiz. Masalan, bugun kechasi kollagen krem ishlatdingiz. Bir kun o'tadi, ertasi kun kechasi Mohim kremni ishlatasiz. Shunday qilib foydalansangiz bo'ladi. Shunday qilib bu kremlarda siz uxladingiz, ertalab bo'ldi. Ertalab yuzingizni malochkada yengilgina bitta artib oling, yuzingizni chayib oling iliq suvda. Shu bilan yuzingizni bu gelda yuvishingiz kerak emas. Bu gel bir kunda bir mahal, faqat kechasi. Kunduzi malochkada artib bo'lganimizdan keyin, yuzingizni iliq suvda yuvganingizdan keyin sadaf namlantiruvchi kremini surting. Shunda teringiz qurib ketmaydi. Qurib ketish muammolariga nuqta qo'yayotgan bo'lasiz. Bundan keyin qurimasligiga, bundan keyin ajin tushmasligiga. Xo'p, sadaf namlantiruvchi kremimizni yaxshilab singdirib surting. Bu ham qo'lga, bo'yinga, ko'z atrofi hamma joyga mumkin. Buni surtib, singdirib bo'lganingizdan keyin, oradan 10 daqiqa o'tgandan keyin tabiiy bizni SPF kremimizni, tabiiy tarkibga ega bo'lgan SPF kremini surtishingiz shart. Yil 12 oyda ham biz SPF, ya'ni quyoshdan bizni himoya qiluvchi, quyoshning zararli nurlaridan bizni himoya qiluvchi SPF kremlarni har doim foydalanishimiz kerak. Nima uchun yil 12 oyda SPF kremlardan foydalanishimiz kerak? Chunki quyoshning zararli nurlari yer yuziga yetib kelib, hattoki oynalardan ham kirib, terimizni zararlash, terimizni qaritish bilan shug'ullanadi. Qarish turlari juda ham ko'p. Shundan eng birinchi o'rinda turadigani bu fotostareniya, ya'ni quyoshdan qarish, quyoshdan terimiz qarish. Bu quyoshdan terimiz qarimasligi bu bizni o'z qo'limizda. Boshqa narsalarga imkonimiz yetmasligi mumkin, lekin quyoshdan terimizni qarimasligini oldini olishimiz uchun SPF kremlaridan doimo foydalanishimiz bu bizni keyingi qarimasligimiz uchun kafolat beradi. Masalan, siz yopiq tomonlaringizni qarab ko'ring, kiyim kiygan tomonlaringiz, ular yosh, tekis, oppoq. Nima uchun? Chunki himoyalangan kiyim kiyilgan. Bunga isbot shuki, quyoshda bizni yuzimiz ko'rinib turadi, ochiq sohalarimiz, bo'ynimiz, qo'limiz, shu sohalarimiz tezroq qariydi. Nima uchun? Chunki himoyasiz bo'ladi. Unga imkoni boricha g'amxo'rlik qilib, himoya kremlaridan yil 12 oyda ham foydalanish tavsiya qilinadi.